Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Sentur Lunacharskiga kelganmiz. 3 sotuvli mana shu bahaybat xonadonimiz sotuvda. Fasadini o'zingiz ko'rib bitta baho berib oling. Fasad nima deyapti? Yo'qsa bitta qip-qizil qilib lashchan qizartirib qo'ying. Uchastka qarab o'tgan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Nimaga? Havosi zo'r bo'tdi. Lokatsiya zo'r, jim, tixa joy, maktab, bog'chalar eng zo'rlari shu joyda joylashgan. 3 sotuvga qaramasdan fasadimizni kattaligini o'zingiz ko'rib turibsiz. 7 sotuvli fasadni beryapti. Mana bular polnisi travetil toshdan qilingan. Mana bularning hammasi kafil emas, bular hammasi tosh qilingan hurmatli obunachilar. Ziloniy zonalar bor. Mana bu joyga yo'lkalar, archalar ekib qo'yib, mazali suvlar sepib, mana bularning hammasi tosh. Bu uyimizda sotish uchun qilinmagan. Yashash uchun qilingan. Shuning uchun juda ham ko'p rasxod ketgan, lekin narxi undan ancha arzon. Eshiklar qarang, baquvvatliligini. Juda ham mustahkam eshiklar qilingan va hovlimizni o'zingiz ko'rib maza qilib olasiz. Inshaalloh kim olsa bu uyda baraka topadi 100%. Kelinglar. Ziloniy zonani kattaroq qilib qo'yishgan. Buni sal kichik qilib, qanaqadir vodopodlar qilib, ozgina dizayn yanada ko'paytirib yuborsangiz bo'ladi. Bu yerda mana katta eshigimiz, bemalol ikkita katta gabaritli mashina ketadi. Mana bu toshlarimiz ham hozir hisoblatsangiz juda ham qimmat turadi. Bu yerda letniy oshxonamizda joylashgan, gaz kelgan bu yerda hamma kran, mangallargacha qilib qo'yishgan va mana bu joydan ham bitta holatni ko'rishingiz mumkin. Qarang, qanaqangi chiroyli qilingan. Klassik usulni sevadiganlar bo'lsa, bu xonadonimiz aynan ular uchun bo'ladi. Qani kelinglar, ichkarini ko'rsatib chiqaman. Bu xonadonimizda общий 7 ta xona, 4 ta sanuzildan iborat va zimniy basseynlarigacha bor hurmatli obunachilar. Qani ketdi. Hali ham qizartirmadingiz-a? Bitta qizartirib qo'ying, qizil qilib. Qani kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Faqat oyoqni yechib olamiz. Qani kelinglar. Qani kelinglar-chi. Ichkarimizni yoqib bitta qizartirib lak bosib qo'yasiz. Qarang. Kelinglar, o'ng tomondan boshlaymiz. Zalimiz, uyimiz 100% cho'pipol qilingan. Remontga baho bering. Hozirning high-tech remontlarchi odam ko'ziga chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin bu remontlar undan zo'r va qimmat hisoblanadi. Klassikni tushungan odamlar o'zi bilishadi, qanaqa bu uylar rangi, detal qilsangiz qimmatga tushishi. Bu yoqqa hol, bu yerdan bemalol o'tirib, kamerani tomosha qilib, kim nima qanaqa ko'rib tursangiz bo'ladi va bu yoqda oshxonamiz joylashgan. Oshxona ham polni kafil qilingan. Bitta oshxona garniturlar qilib, aytib o'tiradigan zona qilsangiz, hovliga ham, ko'chaga ham qaragan oynalari bor. Hamma joyga konditsionerga joy tashlangan, faqat o'rnatib qo'ysangiz bo'ldi. Birinchi etajda hol, zal, oshxona va bu yoqda spalni joylashgan. Spalnimizni o'zini sanuzli bilan birgalikda. Qarang, chiroyligini. Kafillar ham juda ham sifatli qilingan. Bu xonadonimizda mebel texnikasi yo'qligini sababi bilasizmi nima uchun? Olgan odam o'ziga moslab, xolasa qimmatroq, xolasa arzonroq qo'yib olishi uchun shuna qilingan. Bu yoq общий sanuzilimizda bo'ladi. Nima deymiz? Qarayki, podvalni ko'ringlar, juda ham zo'r zimniy basseynki, ikkini ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Mana bularda ham juda ham mustahkam yog'och qilingan, hurmatli obunachilar. Kelinglar, bismillahirrohmanirrohim. Baribir uyda basseyn bo'lgani boshqacha-da bor. Pastga tushib oldik. Pastda mana bu joyda kattagina o'tiradigan zona oddiq qilingan. Bu joyi xohlasangiz bilyard, kinoteatr qo'ysangiz bo'ladi yoki fitness klub qo'ysangiz bo'ladi. Bu joyda shug'ullanasiz. Va bu yerda esa mana sanuzil, dush qilingan, bu yerda esa sauna qilingan. Birbiyanski qilib juda ham zo'ridan qilingan, sifatlisidan qilingan. Va mana bu joyda esa basseynimiz bor. Qarang. Har buni issiq suv, sovuq suv qilsangiz bo'ladi bemalol. Mana bu joyga bemalol yaxki zona qilib, televizorga joy tashlangan, o'tirib, mazza qilib oilaviy bolalar bilan xorda chiqarsangiz bo'ladi. Traplar qilingan betlarga bemalol suv ketadi va uyimizni yuragi mana shu joyda joylashgan. Basseynda narsalari va kachollar hammasi eng sifatlisi qilingan. Endi ikkini ko'rsataman, qani ketdi. Xo'p, endi ikkinchi etajni ko'rsatib chiqaman. Ikkinchi etajimizga ham chiqish zinalarga e'tibor bering. Qanaqangi zo'r qilingan, rang juda yaxshi tanlangan. Tilla svetni sevadiganlarga ayni muddo. Lekin bu uy bor-ku,
Haqiqatan zo'r qirilgan ekanda bor. Ikkinchi etaji hovlini qarang, kattaligini. Bemalol mana bu joyga zona o'tda qilsangiz bo'ladi. Mягкий zona qo'yib, televizorga joy tashlab qo'yishgan. Bu yoqda esa общий sanuzol joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu etajimizda 4 ta spalni bor. Birinchi spalni. Bu yoq ikkinchi spalni. Spalnilar ranglari hammasiga har xil qilingan, juda ham chiroyli qilingan. Bu esa 3-spalni. Bu joyda havo vashi toza bor, tog' shundoq ko'rinib turadi. Yangi O'zbekiston ham unchalik uzoq emas. Bu yana bitta katta spalni, master spalni, o'zining garderobi, sanuzeli bilan birgalikda. Endi hurmatli obunachilar, keling terasani bitta ko'raylik-da. İkinci etajimizda mana shu joyda kichkina terasamiz bor. Где-то 3,5 ga, где-то yo'q, 3 ga 3 mana shunaqada. Juda ham zo'r qilingan. Polni hozir havo sal aniq bo'lyapti, atak tinnoq zo'r ko'rinadi havolar. Mana bu joyda Shohruxxonga o'xshab Somlovali dvorsangiz ham bo'laveradi. Qisqasi men Shohruxxon kinoni yaxshi ko'raman, shuning uchun eslab bordim. Hurmatli obunachilar, xonadonimiz haqida yanada to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib olsangiz bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa 540 ming so'rayapmiz. Agar sizdan naqd bo'lsa, inshaalloh maksimal zo'r narxda qilib beramiz. Shunaqangi zo'r faizli xonadon qarab yurgan yaqinlaring bo'lsa, puldorlar bo'lsa, yuborib qo'ying, niyat qilib qo'ying. Xudo xolasa ularga ham inshaalloh yetkazadi. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Hurmatli obunachilar, Telegram kanalimizni kirib podpisatsiya bosib olinglar. U yerda juda ham ko'p variantlarimiz bor. Instagram qo'ymagan variantlarimiz juda ko'p. Hammalarni yaxshi ko'raman, dard ko'rmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga xayr.